Anlayla. Ama ebi mağrı çaqçaq qilma juma. Öz oqumağanı çaqçaq qılamdı bu. Belki oqib kesimdə uzrab ketdi ekan. Ya aslında şu mağrib sepidən çıxan çaqçaqçılar tırqıda qızıq yapıldı şu. Men Habibullah ağinam özü mağribçi. Mağribçi. Ana oqitib atqan birdən bir, ha? Öz oqumağan bir. Abi hamma chekan, saqavatchi, mağribchi, çaqçaqchi, voy gan chekan qo'y. Yani bir şey yok kamacıma. Hozir sanliq qoldan choy ichi. Choy ichib kelsan? Ha, tudağın kanbaydı loychi. Shuningdek tuz qo'yamiz. Ismini topolmadi. Bu chaqchaqchi sajad bo'lib ketdimi nima buning qo'tarib? Dap chiqib qo'ydi degan. Turgan dap bo'lib ketganda. Modadan turgan dap chaqib. Shayxon parangni qiz tamsa ya dap chela boshqa. Odmistka jinjig'amsam ketdi. Turgan moda dap. Ha, turgan dap degan o'sha. Modaning Armiyaning Anla bayramını armiyaning debchi. Ekib oldim buni. Yaxshi. Ekib oldim. Bizning shu maktabda dirr qildigan signal yo'q. Bolalar tanafus qilish dap chaldi. Her bir sınıfın aldı girip dapni darang. Futbol yo'qidiga jinab qochdi. Futbolam yo'q hozir, jinab qochdi öyle yo'q. Ürümçide dedi kesek, dabaza turdu dedi yo'q. Endiki a'zolar abi bozor talashdi buni. To'yg'ini yo'q qo'yib turgan tug'iz qo'ymiz deb. Ha endiki a'zolar mamsa? Ha endiki a'zolar shu qo'g'lab tutda tambir aytaq qo'g'laydi bular. Naqsin ketib berdi. Bir yurish bular shu. Bir yurish. Bir yurish o'ynaydi bularning shu ishgaroda keldik-ku. Bir yurish, shu 3-chi dinin qatamizda. Ha, 3 qiz bola atlet satadi bular. Atletçiler. Xotanning beslib qolgan mollarini mushlar. Atletni yanaq tegishib oldik deydi-ku, yanaq. Yanaqni qepini savrdan kiyib olibdi-ku yerini. Biroq o'ngda tushim darang qildi. Tapimiz Mayaqni mallava mana. Qabatini pitir qilyapti. Qaçan çayga da batdı. Qaçan çiga bu navatni bo'lishib qaytsaq bo'ladi. Videolar ekranda ko'rib emas navatni. Darrov aka deb. Irib ketishini filmlarda. Aytib qiz bol qutiyarni olmadimdi. Qutiyar bo'dik chiroyli kelib o'tirdi. Ya ko'zaniki qo'qibsan qo'ymaydi, taqab bunda. Qarab gapirdi. Albatta qutiyarni tepaga choy qo'yibsan. Boshdanmi? So'p sirib ketdi demak choyni. O'zim qo'yib. O'zi. Shuni o'zim qo'yib. Bazı iş kişinin jüvet misin? Ma choy chadam ishdan shirg'aqti bo'ldi. Va yanamdagilar sizlarning atrofdagilar ekanda. Menga yordamchidiganlar. Menga yordamchidi. Ular machinchilar. Men birlar damasa mushlar deydi o'tirib. Qo'shlaballiq qo'yman, qo'shlaballiq. Ala qaytlab berdiganlar. Rahmat desak men tuyab ketgancha mushlaq qoldi mana. Ashadan uy turayotganlarda. Hemen bizden xeyirgan ko'chada ishlik qo'ymisiz yo'qmi? Jitim chaqchaqchilar. Men qarayapman. Men qarayapman. Bular qayliqi. Ular o'quvchilaringizdan bildikanda Alhamdulillah billahi bolalar. Ebi qarayapti. Men qarayapman. Abay yutgan tutbanlar o'rniga keldik biz. Mal yetdi kafolat. Men qarayman. G'unjiq tashlab qo'ysan bular to'l daraxt qochilab. Daraxt qochasmayli o'zining kichik balalarni qochilab qo'ydi. Uşaq-uşaqlarni yeb qo'yibcha bular. Sirklar g'imilab yaverdim men. Uzrab testan chiqib bo'lib ketgan edim. Yerlik chaqchaqchilar. Mayının kızlar yakımamsa? Voy bu. Çaydan keyin. Vallahi bu. Ha? Ha ko'zga achta ko'rinadi. Ko'ziga qizda ko'rdi. Ay g'uljidimi? Opsin dada emas. Dada geldi. Dadasi opa. Choy etmansa. Dada. Atangiz tanish buni so'zlayotganimda. Da to'g'ri qiz kirayotmasmi?
Həмменimiz сағыз лақшигір oldu bu. Herhangi bir лақшигір vağı kömalaysan bunda oldu. Yeği taşırsan acıraydı. Aşkanın uzun bir лақшигірлері var. Şul tatıdığan. Tonodun Hadi sizlerin mektep tazı bolat diken bu şu. Balanın tamağını sunduğun çok. Balanın tamağını sunduğun. Çok balanın ki nehir sunduğumuz yanıdı da yok. Tamak demeydi de valla. Biliyor yordan pulda buldu. Esin. Çalamdı ya ulanı sakçık tutturamdı. Kendiki tutattan bir sakçık tutup yağaç okursu buladı. O şu hazır işçi içili vardı da. İşçi de çek birden tut teşik çıktı da. Çayın içken sıra örleydi de bu. Bula çalsa. Üç yolu oynasanlar da oldu. Hemmemiz kopmasak mı yaktın? Başlasa baş doğmazlar vardı adamlar. Doğmazlar katnaştı oraya otağırlardı. Bir artık çıkma düşmeydi de bu. Çıkmağa da gel bari. Konup yatırdı bir artık çıkma. Ülür kılpın kıtır. Nan hep etmem bir artık. Bir artık falancı bir keke az kaldım de. Yeşil yerler gidip düşmeydi bu yeşil. Ma üçü küçük birden beğenmemişler bunlar. Bu iş kadar bir yemekende durdu bunlar. Çay içiyordunuz mu? Ma hoşnam iş kısa oldu bu buraya. Ama şok bu. Şok. Çıkıp birini mi kısılagan? Nem basıp yavru da işte. Şurada desim okunmaydı. Nem bas yavru. Mangal nem bas yedi. Ma kızlar kıçıyor mayaklar. Bu kızlar bunda çırada. Mayaklar çak kımaydı. Çak. Kızın kulağı peyvaka tozup ketmiş yani. İçine. Muş uşağı üçün urumuz ulattı olur. Çavam sedip. Turgan 80'de kaç etti Turgan. Turgan kabe. Nemi ki kentime. Turgan kaçmaydı yani nazıl çiğ var koltukta sakın. Hayat kaynak suya setişmeden. Turgan 7. ay kıtırdı iken de kısık yanında otağına karar. Turgan bultu kegen diyege. Aköyden jup kiyip başa. Samay jup. Sun çeçip bulan. Sopun teşitini sürkerdi gibi. Sopun böyle çın kaçıydıgan o tökü var. Bürküt markalıqın tökü. Yani bir yıl joğan uçuduğun bürküt etti bu. Turgan bürküt oladı da bu. Hazır cücüğüp kaldı kuyruğun jülüydü. Yani 15 gün süpürüp olamdı ki bu. Yaxşı tuxumda bir 5'ini basırıp etsek. Olacak rok mıngıttı bu. Küzgüçü bir çocuk çıkırıp alsa. Cücüsünü. Vay cücüsünü vay. Bu feylevlen bortdan teşiden basırıp çıkırdı. Bortdan teşid yetip gitemdi ki. Keybalana tepede. Bunun bort oynuqısı var kemanı. Çayxanda bortu yok mu? Xiyalık degen deydigan kichik emasmi? Qopman, kichik emasmi? Kichik emasmi ayta bortlar bilmem satamdiki de qalsin. Ateşini qepini kiyib olibdi da. Üçüncüler oturup kettinglar, kechiktirib atadigan-dek. Bak olcu süydüğünlük diyor lan. Vallahi ulan zerkip bir kere. Toku meydanı berip kaldık. Qarsak up boqşu iki tokunu satıp koyuptu da bu yerda. Birisining sal kechi var, yana birisi toz ekan. Bütün ele toz toqa chechiva toqa degan dahshat urib etgan. Bütün adam degan toz, men toz. Men tozg'anlik koy. Men toz. Deb turishga. Yo'q, bir adam beshida bir tillik tiki yo'q. Shoshi yo'q. Tozli bir adam, "Voy, men toz. Men toz." Men toz. Men qishib qo'yib, "Voy, Janob aka, sen o'zingni toz demsan, shu sen toz." Ve kim tozlasa, o'zing toz eding deydi. Ne toz edim men? Ne toz edim? Voy Janob aka, isbotlab berayman sana.
Qarsam meliq taz to'qu, yana ani urib ekan. A to'qu ikkisini qaysi sen vayjidan fuka, men taz deydi. Ba ağinam to'y qildi. To'y qilib qarsam dukoy chiqdi-da, "Voy jinim adash, to'y qildi. Albatta ayoling umrunda bir qilsa. Hab ayoling ilib bir shirnalarni qilib kelsangmi, shirni oynib kelsang olmamda. Bu dukoy chiqarni ichola qo'ydim, dukanni sen bo'ldiga ishganda bir haftaga qarsam qatnash jamdallar bilan turdi bu. Ha, namangdan desam sen degandek shirni qilg'ini mangdim deydi. O ayoling qilsa dukoy chiqdi deydi. O'sha bir ma'lum darsiz bolalar ko't-ko'tlik qildi ekanda, ma'lumning shunda ochiq kelib. Qapchak bolaning ovozi ming'az ovoziga tang debdi-da. Desgan ko't-ko't qildi. "Ey, qapchak ma darsni anglanglar. Chiqinglar ovozi bor-ku, ming'az ovoziga tang. Nima qildi?" deb. Esa shuni bilan bular jimibdi. Darsni o'tib turarkan, derizni bir tak chekibdi, ma'lumning yo'ldishi kelib. Tok chekib bir ma'lum bir bola qo'lini ko'tarib "Na, nima savoling bor? Ma'lum sizni talab 500 ga chaqiryapti." Bir ayol tug'ilgan kuni bir kun o'tib do'stiga dadisi kelib qoldi-ku. Qarang Ruqiya. Oqshom yo'ldishim tug'ilgan kunimda kirib, bugun tug'ilgan kuning sirt tomoq yemiz deydi. Biz do'st qilib, bu xo'shallik ishqi. Sirt tomoq yemiz degan xo'shilsiz o'zimamdi. Nima xo'shilmidi? Xo'shildi. Dasturxon so'rab chiqib, bo'yli tomoq yedik deb. Ba bir sinfda ilgirkin bir dut o'quvchi bor ekanda. Dars degan 10 kelib qilmaylar. Elq bichar ma'lum nerim o'qtirganini uqtiramay. Qo'pa o'rningdan debdi. "Ey, ma 49 necha oldu?" "Ey, jinim balam, ma 49 qancha oldu?" yana. "Ya to'g'an, jinim balam. Ma sinfda 40 o'quvchi bor. Asli 40 o'quvchining ikkisini qo'shib necha oldu?" "Qisqiston oldu" dedi. O'sha ishkirda yurgan bir ayol tijorat qilib. Qiyirib qoldim. Masalada o'lib qolsam kim qaraydi menga? Jitimga chiqitaychi deb, jitiga chiqib dukoychi bo'lib deydi. Dukoychi jinimni boqay deb. Ichi bo'libdi. Maldiki sarat ayol anglab, "Voy palg'on chiqqan qarang, ishkirdan kelib cho'ng bir dukoychibdi. Voy ashaga berib ashad olgan bek azanka deb ishga ayol kirib, shu biridan idib bir sayat Alay deb ki dukanchi ayol shaykoga ayol bo'lganki og'izda popotang qars ko'ptir vang etib o'taganda adexan ayolning hayos kelib yeyfkam ash pulni qaytmay menga mash og'zingizdagi seg'izdan birini bering deblar sayaqlagash uyda men bir choyni ichu deb akir ketdi adexan ayol tishlari yo'qki iyoq qismi qas chiqaramabdi pudabni ko'ptiramay ochiq dukanchiga berib ilham menimizni aklang pulimni voy hada choyni ichsiz pulingizni qayta qilmaydi shundoq aka 5 shingni aytgan deb yinib dil qo'yadi voy nima bo'ldi xopib ketibsiz jinim adad sen 5 shingni aytgan meni aldab to'shib popotang sepchadi kerak İsamkan tengip pul jitib bir ay degan doktorxonaga beribdi. Berib, "Voy, menda tengip pul jitib oldim." "Voy, qachon jitib oldingiz İsamka?" "Voy, bir ay burun jitib oldim." "Voy, bir ay burun nim kamdan u chog'da menga pul kerak bo'lmasa." Mahallamizda Hamid deb akamiz bordi. Yomon qiziqcha odamda bu. Xonali orliq sirt chiqib bir shikildikin bo'lsam, bu odam tugab qopti. Men uyga payt kirib chiqay deb kirsam adimiz var ki, va adam işte kelishmas qilib qopti, akamiz tugab qopti. Nima bo'lib tuyab ketdi desam, "Voy, gapini qilmang. İşten tushib kelib, lag'ma aytay deb xemir so'zib olsam, qarasam, sayqo'roy deb qarasam, go'sh yo'q. Chiqinga Hamidni do'qmishdim, go'sh akirgan deb chiqirib etdim. Chiqib to'rt ko'chada yo'g'on mashinani bir buribla ashab tuyab qopti. Ya bu qanday qilamiz oxirida deb qanday qilatdim? Go'stamay qo'rayverdim dedi. Yetgan aldımda Erskavdan yurtdik, bir ağıyla bakalçılık qilibdi. Uzun bo'pti buni Haruda. O Turg'unjon dedi qarsam shu, "Otishliqmada" deb ko'rib, "Qachon keladi?" dedi. Tunagan o'yin kelgandim. Ma bizning bag'ning ammasi bir tal yeslar deb chopini ketib berdi. Almani qo'lam kelib, falon tugandim, "Bizning bolla keliblo, birdan, birdan oldi shunda qizib ketdi. Menda qo'yinglar, ma sotib olgan olmayman." Desam, hech qisi yo'q deb, "Avring tutib egitib beraymi?"
Bibikamlar Qashqarga sayat chiqib, aytgan oldi kelgan ana yigin kelib ketdi. Ana kelpadilar. Burada qarsam bir cho'ng odam ana setetga, "Aka, anaroz qancha pul?" Sen 20 qo'y dedi. "Va bizning xanzi hozir 10 qo'y qo'ysam, endi suyun siqib olaman" dedi. Şu akımız vardı Qashqarda. Şu akımız kira tatida. Bir kun taz mashina kona mashina. Haydab ketib berib qizilchiroqlarda men techab o'chirdi mashinani. Bir chaq yeşilchiroq yanqa vaqtda mashina o'taldira olmay, qijilinib, keyindan bir mashina labani beraveribdi. Mashina o'taldira olmay, yana beraveribdi keyinlikka. Oxir akımız tushib, eliq shopir ustab, "Ukam, ma labalarni men tutib beray, mashinani o'taldirib bermam." Ketib baksam, tazi kelishgan bir tuqur odam var, bir bosh qilgin otib ketib borib gilamni. Aka to'qtislasam, men bulda masatamla mani sataman, nechatam do qirib. 800 qo'y dedi. Agaraq daman basam, necha urlar dedi. 100 qo'y beraymasam gilamni pak qo'yib, o'tirdi kesib berayman. Ma xotanda to'rt bir motor minishib ketib qolsa xotanda. Shu qatnashsaq to'g'rabdim-da. Qanday chat kelib bel qila, chatg'idi g'ar qilib jotim. Qatnashsaq sen patmaysa deb ketib qoldi.